Помню, но где-то $70,000 chiqib keldi. 3 kunga. Да. Necha marta podiumni kiyingan bo'lsam, наверное, 3 xonali kvartirani pulini tashlab ketganman. Ценасы удивила меня, chunki $800 to'lab chiqdim O'zbekchada. Mushina sizga предложить qilsa-da, ikkinchi xotin bo'ldim. Ha. Bo'larmidingiz? Oyiga 5-6 ming ketsa kerak minimum. Men tushunaromsan degan. O'rtamizda ko'tarim. Да, типа 20 yildan beri Dubayda turaman. Hamma narsa qilib ko'rganman и даже kerak bo'lsa restoranda ofitsiant ham bo'lganman. Bunday olib qarasa. Hammaga assalomu alaykum. YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi birinchi sonimiz mehmoni Kamila. Kamila, assalomu alaykum. Juda ham chiroyli ekansiz. Instagramda ko'rganimdan ham rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat. Bugun bizda как mini suhbat bo'ladi siz bilan va sizning firmenniy salatingiz bor ekan. Firmenniy salatim, который risini o'zim variz qilishni bilmayman. O'shaning uchun siz variz qilasiz. Остальное qilishni bilaman lekin. Всё хорошо, без проблем. И unga yoniga biz dраник pishirmoqchimiz va orasida такой интересный savollar berib turaman. Bo'ldi. Chunki baribir hammaga личный hayotingiz qiziq. В первую очередь спасибо огромное chaqirganingiz uchun, chunki birinchi mehmoningiz bo'lishidan juda ham xursand bo'ldim men. Для меня это очень ценно. Надеюсь, у тебя все получится. Спасибо. Спасибо. Rahmat kattakon. Birinchi bo'lib nima qilamiz? Birinchi bo'lib tuxumni o'zi variz qilish kerak. Buni suvda qaynatish kerak. Xo'p. Va so'rab turaman. Boshladim. Nima ish qilasiz? Nima ish qilasiz? Hozirda faqat blog yuritaman. Blogdan pul ishlayman, bo'ldi, boshqa ish nima qilmayman. И также tur organizовать qilaman, qizlarni yig'aman, har xil shaharlarga olib ketaman ularni. Там 10 kun, 7 kun men bilan bo'lishadi. И всё. Больше ничего не делаю. Недавно ochdingiz, o'sha turni. Да, кстати, недавно qildim. На самом деле bu narsa anchadan beri xayolimda bo'lgan. Беременный paytimda ham rosa xayolimdan o'tdi bu narsa. Уже tug'ganimdan keyin наконец-таки я решилась это сделать. И zo'r narsa, to'g'risi. Juda ham meni наполнять qiladi shu narsa. Уже bordinglarmi yoki yo'qmi? Да, Dubayda qizlarni yig'ganman. Da, Dubayda qizlarni yig'ganman. O'zim ham Balida tripda bo'lganman. Juda ham maza qilaman. На самом деле bilsangiz, juda ham ko'p путешествовать qilaman. Da. Bu narsa meni strastim, maza qilaman. И o'sha narsani odamlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Odamlar ham путешествовать qilsin, ko'rsin, maza qilsin deb shu narsani organizовать qildim. O'zi to'g'risini aytsam, sizga eringiz ruxsat bergani unaqa o'rtalar bilan borish to'g'risi havas qilaman. To'g'risi, yaxshi niyatda, takoy sizga qarab, men ham havas qilib turaman bu narsaga. Baribir ham qiz bolaning orzusi bu narsa. Да. O'shaning uchun, мне кажется, qiz bola erga tegishdan oldin o'sha odamini tanlaydi-ku. Очень важно, чтобы o'sha insonni o'ziga to'g'ri keladigan bo'lishi kerak. Masalan, men hech qachon meni nimadirdan blok qiladigan insonga erga tegmagan bo'lardim. И to'g'ri, наверное, выбор qilganmanki, что meni insonim hech qachon yo'q demagan. Но он относится к этому нормально, да, получается? Да, абсолютно. Вы это до свадьбы обсуждали? На самом деле нет, не обсуждали. Мы это просто по факту я сказала, я буду делать и все, потому что мальчик меня рухсатсыз работает мимо. Я это личность, он это личность, поэтому мani nimadir xohladim, men просто aytdim, bo'ldi. Endi oila haqida tema ochilganda sразу so'ramoqchiman. To'g'risini aytsam, fotohangizni ko'rgan edim Instagramda, такой shov-shuvli fotoha bo'lgan edi. Даже reklama qilishayotganda ham такой brilliantlar yasatib qo'yishgan edi. Bu hamma narsani mayli, boshida so'rayman. Qayerda turmush o'rtog'ingizni uchratdingiz va qachon tushunib yetdingizki, что u sizni taqdiringiz? На самом деле bu insonni men всю жизнь bilganman. Maktabda shu tanishganmiz. Birga o'qigansizlar. Birga o'qimaganmiz. U boshqa maktabda o'qigan, men boshqa maktabda o'qiganman. Bitta подружкам bilan mutich qotgan bo'lgan. Даже так. Да, даже несерьезные отношения у него были, просто какая-то такая, мимолетное что-то было. И u o'rtog'im meni bu bilan tanishtirgan. Biz просто o'rtoq bo'lib yurganmiz. O meni yaqin o'rtog'imga aylanib qolgan. И biz 10 yil просто дружить qilganmiz, lekin u meni yaxshi ko'rib qolgan. Типа, u har doim всю жизнь meni yaxshi ko'rgan, men uni yaxshi ko'rmaganman. И просто
в какой-то момент он сделал мне предложение. Man, Ромсан. O'rtamizda ko'tarib. Да, типа, ну, я всерьез не восприняла. Keyin ancha yildan keyin опять-таки uzuv bilan kelganda bo'pti mayli degan bo'ldi. No, u meni yaxshi ko'radi, men lekin o'ldim quydim yo'q menda. Просто, ну, хороший человек. Я его как человек. Подходящий человек bo'ldi. Да. Да. Ладно. Biz tuxumni hozir suvga qo'yib qo'ydik. Endi kartoshkani qo'yish kerakmi? Hozir qaynashi boshladi. Kartoshkani ham qo'yish kerakmi? Kartoshkani sekin qo'shib qo'ying. Qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Так, hozir mana shunday aytayotgandim, nima yetishmayapti bunga. Что-то не то, да? Men o'zi tayyor qilib qo'ydim, o'zi esimga tushib qoldi, suv yuvoring. Вам перчатки нужны? Yaxshi qildingiz, chunki men вообще yuvishni ham bilmayman, uni qaynatishni ham bilmayman, так что. Не на то шоу, да, пригласили вас? Не, на самом деле вообще классно, что то, что надо. Я всю жизнь мечтала, как это Селена Гомес. Готовит и болтает, да? Или вот этот, орысқызатырме, да? Ники Сей? Но она же Get Ready with Me делает. Да. Че, Павел Волян, Хотана. Как ее звали? Я поняла. Не поняла, короче, вот. Очень наконец. У нас ногти одинаковые с тобой сегодня. Да? Да. Я специально, чтобы не опоздать, короткие ногти сделала, хотя они у меня длинные. Salondan kelsangiz? Yana salondan chilonzorga bor. Специально bir soat qilib qo'yish uchun я быстро нюд сделала и короткое. В итоге atlargadir ketib qoldim. И час потратила на дорогу, да? Endi keyingi savolim, baribir ham erga teganingizdan keyin ko'pincha eshitaman, что erkak kishi to'ydan keyin o'zgaradi. Shunaqa narsa bo'lganmi sizda yo'qmi? Yo'q. На самом деле, shunaqa narsa bo'lgan bo'lardi, если bu insonni men 1 yil bilsam, 2 yil bilsam yoki ozgina tam gaplashib sразу erga tegib ketganimda shunaqa narsa bo'lgan bo'lardi, chunki yashash bu boshqa narsa, просто сейчас qilib yurish ko'chada boshqa narsa. Но из-за того, что men uni 10 yil taniyman, 10 yil ichida har xil vaziyatini ko'rganman, xursandligini ham, ziloyligini ham, ham o'rtoq bo'lgansiz. Da, eng yaqin o'rtoq bo'lganman u. Hamma sirlarini ham bilaman, u ham meni sirlarimni biladi. То есть shirma yo'q. То есть все мы друг о друге знаем, и поэтому я bilganman qanaqa insonga erga tegayotganimni. Ну да, там oilaviy yashayotganingizda там какие-то моменты бывают, но прям o'zgarish degan narsa bo'lmagan. Типа придирки тоже у нас не бывает, так как он очень много летает, я отдельно, он же пилот у меня. Да, он у меня вообще занимается пилот o'zi sohasi и biznesidan tashqari bu narsaga o'qiganimiz uchun karyerasi bo'yicha ketgan. И o'shaning uchun biz unaqani ko'p ham ko'rishmaymiz, чтобы urishib, там sog'inib nabrot ko'rsatadi. Nima qo'yding bunaqa yo'q bizda. Типа hamma o'zini ishini qilib yuradi. Но он вам какие-то обязательства ставит или нет? Ну, shu narsani qilishing kerak, bu narsani qilmaysan degan narsa yo'q. Yo'q, unaqa desam, men, наверное, uni o'ldirib qo'ysam kerak. Yo'q. Боевая. Men unga unaqa narsam yo'q. То есть men unaqa pretenziya qilmayman, buni qilsang unaqa, uni qilsang bunaqa. Также взаимно с его стороны. Типа, u boshlasa, конечно, meniki ham keyin boshlanadi. Sen uni qil, buni qil bo'ladi. Ответ boshlanadi, shunday. Да, поэтому у нас все спокойно, мирно. Ну, классно. Dranniklarni boshlab turamiz. Men drannik qilishni bilmayman. Sizga bugun drannik qilishni o'rgataman, borib eringizga qilib berasiz. Men qilib beraman. O'zim menga обычно erim qilib beradi, mayli. Kartoshkani chorkadan chiqarib olamiz. Картошка, да? Можно я задам вопрос, кто вам подарил эти бриллианты? Какие бриллианты? Которые были на ПТХ. Это же ваша ПТХ была, правильно? Ну, чья ПТХ еще будет? Не, я просто не ошибаюсь, да? Инстаграмda tekshirmoqchi bo'ldim kecha. Когда я вопросы составляла. Fotoxizda turgan brilliantlar hammasini eriz berganmi shunda? Erim bergan, da. Eriz bergan. Hamma narsani o'sha ko'rgan videoyingizda erim qilgan. То есть он полностью sizni olib bo'ldi. Да, bo'ldi, men olib ketgan bo'ldi.
Shunda sразу Dubayga ko'chib ketgansizlar, to'g'rimi? O'zi Dubayda всю жизнь yashaganman. Уже 20 yildan beri Dubayda turaman men. Вы там живете, получается. Да. A erim o'zi tak o'sha tug'ilgan, o'shdagi arab local. Ko'pincha nimagadir erim indus deb o'ylashadi. Lekin hech indus emas. Он не похож на индуса, lekin. Я не знаю почему, они говорят, что он похож на индуса, но на самом деле он чистый local араб, эмирати. Вот. Siz shuni Dubayda o'qigansiz. Ha, O'sha yerda Dubayda uchratgansiz. Da, Dubayda o'qiganman. Keyin ozgina katta bo'lib, уже universitetga kirganimda Shvetsariyada ozgina o'qiganman. И вообще o'sha Dubayda tanishganimiz edi. Tipa maktabda tanishganmiz. U meni yaxshi ko'rib qolgan-ku. Men uni narsamni bilmaganman. Получается, men o'sha aviatsion sohani tanlaganman. И u meni orqamdan o'sha aviatsioniga kirib, keyin uni strassi bo'lib qolgan, shu ishga, karyeraga ketgan aviatsionniki. На самом деле, sabab bo'lib qolgan, sababchi bo'lib qolgan. Sababchi bo'lib qolganman. Но на самом деле изначально u sohani tanlamoqchi emas edi. Но из-за того, что men bilan o'qishni xohlagani uchun shunaqa tanlab anaqa qilgan, keyin Shvetsariyada o'qiganmiz, keyin Dubayda и praktikalarda birga yuradi. Yaxshi, yaxshi. Necha yoshda erga teggansiz shunda? 23. 23. Ну, это такой нормальненький, средний. Хотя всю жизнь я думала 28da erga tegaman, где-то 30da bolam bo'ladi deb o'ylardim. Qarasam, что-то boshqa narsalar bo'lib ketdi. Все пошло не по плану, да? Да, все не по плану пошло, ну слава богу. Yaxshi shunaqa bo'libdi. Не, ну 23 hozir нормальный yosh bo'ladi. Oldin 18da tegish, это было это вот ужас, прям. это ужас вот, на самом деле. Но у каждого свой выбор, конечно же. Hozirgacha men нормально hisoblayman, agar 18da erga tegib qo'ysam, но men o'ylaymanki, qiz bola maza qilib yashab olish kerak deb o'ylayman. Tam 30gacha qo'yib yursin. Maza qilib hayotni ko'rsin. Agar realni yaxshi odamni uchratgan bo'lsa, birga hayot ko'rishsin. Masalan, birga путешествовать qilishsin, birga nimadir qilishsin, qiziq hayot kechirishsin. Ya'ni bo'ladi-yu, uyda pishir, sidir, вот это bo'lib qolmasin deb. Потому что жизнь короткая вещь. Зачем на это все тратить? Ну да, to'g'ri. Вот siz o'zingiz hozir mana baribir ham erlisiz, to'g'rimi? Bolangiz bor. O'sha paytga qaytgingiz keladimi? Yoshligingiz paytga, mana erga tegishdan oldingi bo'lgan paytga qaytgingiz keladimi? Ну, естественно, бывает, bo'ladi. Ну, у вас же полная свобода получается. Ну, да, полная свобода, но men qaytgim keladi nimaga? Ano 21 yoshingizda baribir boshqacha bo'lasiz. Tipo, o'sha paytlarim deb o'ylaysiz, lekin как будто qarib qo'ygan deb bo'lib qoladi. Ну, hazillashaman. Но в целом иногда бывает, но не из-за того, что hozir hayotim boshqacha. Просто иногда юность вспоминаешь же, xohlab qoladi. И хочется вернуться, да? Но я бы не вернулась, у каждого этапа hamma narsani уже чувствовать по-другому, что там опять возвращаться, уже прожила же, типа, и я бы уже дальше пошла. Не вернулась, просто иногда с улыбкой вспоминаю. Вот. А так, kelajak, будущее и настоящее, вот это мне больше интересно, чем прошлое. Чем прошлое, да? Ну вот o'sha paytda nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Maza qilganmisiz? O'sha как возможно. Maza qilaman. Я всю жизнь maza qilib yashayman. Anaqa hech nimada жалеть qilmayman o'shaning uchun, потому что я от жизни всегда по максимуму беру, я все делаю для своего удовольствия. И o'zim удовольствиемga qilayotganda birovlarga ham qilib o'taman. Типа, если я что-то себе покупаю, я обязательно кому-то еще куплю. Я если билет себе покупаю, я кому-то обязательно куплю. Типа, men xursandmanmi, sizlarni ham xursand qilaman. Men yomonmanmi, sizlarniki ham nazaman. Ну и характер у вас. Да. Shunaqa. Вот вы бы какой совет dali бы mana erga tegayotgan qizga qanaqa chertaligiga qarash kerak? Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Mehribon bo'lish kerak deb o'ylayman. Erkak kishi juda ham og'ir bosim, mehribon bo'lish kerak. И perspektivasi katta bo'lishi kerak. Ano aytishadi-yu, boyga erga tegan, u yo'q. Inson agar erkak kishi miyasi joyida bo'lsa, будущее hamma narsa qilib beradi, sabr bo'lsa bo'ldi. И неважно, это человек средний класс, вообще миллионер или этот. Chunki
tupoyga ko'pgina pul berib qo'ysam, pul ketib qoladi. Yuvib ketadi. Да. На что-то ненужное тратить они все. O'shaning uchun perspektivasi bor, aqlli insonga ergatish kerak. Самое главное og'ir bosuv, mehribon, shedriy bo'lish kerak. Qo'li ochiq bo'lish. Ну вот sizga unda unaqa savolda, плакать в Мерси или... Плакать в Мерси. Ну все, хорошо, не буду продолжать. Да, плакать в Мерси. Если бы ты у меня этот вопрос спросила мне, когда будет 16, я бы сказала, плакать в шалаше, там, я не знаю, что с любимым. Нет, не хочу я в шалаше жить, зачем? Я всю жизнь, у меня родители, я просто с возрастом это понимаю, понимаешь, типа kichkinaligimda o'ylardim, sevgi bo'lsa bo'ldi, qanaqa yashasam yashayveraman, farqi yo'q, hech shalasha derdim. Но ozgina katta bo'lganingizdan keyin tushunib yetar ekansizki, ota-onangiz sizni juda ham yaxshi boqqan, zo'r uy bergan, tegizga zo'r mashina qilgan, zo'r o'qitgan, shuncha investitsiya qilganda siz tupoy emassiz-ku. Kendinizni реально ko'p informatsiya bilan, zo'r informatsiya bilan to'ldirib berganda ota-onangiz. Такой вопрос. Agar mana sizga такой zo'r mana mushina sizga предложить qilsa-da, ikkinchi xotin bo'ldi. Bo'larmidingiz? Nimaga? Хороший вопрос, nimaga? Типа из-за того, что он богатый? Ну, вот он хороший, вот он всячески подходит вам. Hamma parametrlar sizga to'g'ri kelyapti. Mana qarang, mana bunaqa narsada o'zim juda ham to'q oiladanman. Ko'zim ham to'q, qornim ham to'q, hamma yog'im to'q. Поэтому bu narsa menga что-то вау emas. Mani o'zimni бывший bo'lgan, до mужа. U millioner bo'lgan. Kerak bo'lsa uyida 3 ta Ferrari, 3 ta Lambo, mana shunaqa inson bo'lgan. Lekin menga to'g'ri kelmagani uchun men unga erga tegmaganman. Hatto bu inson orqamdan почти 2 yil yugurib yurgan, tam ухаживать qilgan, boshqa qilgan. Shans berib ko'rganimda tushunib yetganmanki, bu inson menga umuman to'g'ri kelmaydi, chunki uni mentaliteti boshqacha, meniki boshqacha. Мировоззрение не подошло, и я поняла, что нет. Типа, хоп, даже по статусу мы друг другу подходим, но по мировоззрению, к сожалению. Нет. Да. Ну, mana Dubaydagi hayot. Biz hammamiz Dubayni как baribir ham такой тусовка, kayf qiladigan joy deb bilamiz. Borganimizda ham hamma endi shu ish qilib keladi. Mazza qilib, aylanib, dam olib, mashinalarda uchib, mana shu narsalar bo'ladi. Lekin siz Dubayda o'sgansiz, siz o'tda почти butun umr yashagansiz. Siz Dubayni qaysi tarafdan ko'rasiz? Siz ham shunaqa tusovka qilib ko'rasizmi yoki boshqa prizmadan ko'rasizmi bu narsani? Men endi har tomonlama ko'raman. To'g'risini aytsam, men uchun из-за того, что men o'zimga позволить qila olganim uchun Dubay o'zimga faqat tusovka, mazza qilib yurish, да, men uchun. No, boshqa tarafi ham bor. Juda ham bедный insonlar ham bor. 10 ta insonlar bitta kvartirada yashaydi, masalan. Dubayda ham shunaqa bor. Конечно. Sharingda 10 ta odam turadi bitta xonada, masalan. 3 ta 4 ta kровать bor, mana shunaqa turishadi. Кто-то работает за $300 за месяц, masalan, mana shunaqa sharingda turib. Har bitta arabam bu boyvachcha emas, masalan, как они думают. Kiyim kiyib olgan bo'lsa, siz не знаете, что это, да. Богатый degani emas, sheyx degani emas, masalan. Есть и бедные арабы, masalan. Не обязательно, чтобы они все были богатыми. Есть очень бедные люди, которые вот в Дейре живут, всяких вот bozor tarafda turadiganlar bor. Shunaqasi, даже o'zim ham masalan, Bostda ishlaganman. Hugo Boss'ni bilasizmi? Da. Hugo Boss'da ishlaganman. Konsultant bo'lib ishlagan. Da, konsultant bo'lib boshlaganman, keyin menejer bo'lganman. Bo'lgan vaqt, что men 16 soatlab ishlaganman, хотя мне это не надо было, но shu narsaga meni yuragim goretь qilgan, что men ishlayman, men o'zimga o'zim доказать qilaman, что men qila olaman, да. Без никого я смогу degan narsa bo'lgan, и 3,5 yil ishlaganman Bossda. И o'shda juda ham qiynalgan insonlarni ham ko'rganman-da. Ularda
zarplatasi katta emas, masalan, ular ham juda ham ko'p ishlashadi, чтобы там oilasiga ozgina chiqazib olib, o'zi там 500 dirhamga хочется yashaydi, bunday olib qarasa. Бывает и такое. Но Juda. очень много, да, тех, кто mana shu yerdan o'tga ketadi, именно ishlagani. Конечно. Очень много. Особенно мужчины. Да. Особенно мужчины har doim oilam, joyim deb yurishadi. To'g'risini aytsam, ko'pini ko'rganman. Все работают, где-то 80% pulini oilasiga jo'natib yuboradi, o'zi 20%ga yashab yuradi. Dubayda. Lekin yashash Dubayda qimmat, baribir ham qimmat, juda очень дорого. Masalan, men ishlab yurgan paytimda 16 soat ishlaganim uchun normalniy summa olardim. Но из-за того, что Dubai o'zi qimmatligi uchun даже o'sha summa yetmaydi menga. Buni yetkazish uchun прям ekonom qilib tashlash kerak-da, chuvas. Ограничивать себя нужно. Juda ограничивать qilishingiz kerak. Chunki har bitta chiqishingiz bu, ну, если нормально chiqsangiz, где-то $1000, да? $1000, $500, $900. Да. Шока. Ну да, там если даже обычную еду кушать, все равно Да. получается дорого. Поэтому миф это все kelib olib, zo'r bo'lib ketib, там богатый odamlar yo'q. Unaqasi yo'q. Да. Но, ладно, сейчас я возьму вилочку. Получается, siz большинче очень из обеспеченной семьи. И shu oilada yashab turib ham siz ishlagansiz. To'g'ri. И siz qanaqadir bittada ko'tarilib ketadigan joyda emas, siz birinchi konsultant bo'lib boshlagansiz, keyin o'zingiz ko'targansiz, to'g'rimi? Man, как сказать, men o'ziga to'q oiladan bo'lganim bilan men har doim o'zimni miyamga, o'zimni silamga ishonganman. Chunki ota-onangiz har doim yoningizda bo'lmaydi, eringiz har doim yoningizda bo'lmaydi. Har doim o'zingizga anaqa qilishingiz kerak. Ishonishingiz kerak, o'zingiz uchun harakat qilishingiz kerak. O'shaning uchun ham men o'zimga dokazать qilish uchun hamma narsa qilib ko'rganman. Как бы men real estate generalniy menejeri ham bo'lganman. Keyin вот Bos'da ishlaganman, Zenya'da ishlaganman, model bo'lganman. Hamma narsa qilib ko'rganman и даже kerak bo'lsa restoranda ofitsiant ham bo'lganman. Bunday olib qarasa. Men hech qachon ish qilishdan uyalmayman, pul topishdan uyalmayman. Пока сил есть, все можно попробовать. И вам не стыдно признавать тот факт, что вы... Я наоборот горжусь этим, как сказать, несмотря на то, что я из обеспеченной семьи, это должна быть мотивация всем, что неважно, какой у тебя статус, ты сама поднимайся, сама и делай. Потому что я всю жизнь поэтому ketganman, и mana adamam aytganlar, 30 yoshinggacha sen ishlagin deganlar. Где-то 28-30 yoshinggacha hayotingni yashab ishlagin, типа maza qilgin. O'shandan keyin erga tegsang bo'ladi. Когда ты уже на ноги станешь, у тебя сама будет, себя поднимешь, да, да? у тебя будет есть что дать своему ребенку, сама derdilar, да? И o'sha narsaga men anaqa qilganman. Lekin bo'lgan shunaqa момент, что, как сказала бывший, который миллионер, Boy. Да, типа ishdan ket deganida, men ham bo'ldi, типа nima qilaman, ishlab reально keta qolay deganman. O'sha payt 30,000 dirhamli зарплатамdan просто olib ketganman. Но в итоге мы с этим человеком ведь расстались. И тогда я поняла, что нет, оказывается, ради мужчины никогда не уходите с работы. Всегда работайте. Потому что я тогда ни с чем осталась. Так что... За него, да? Да, потому что я же у родителей не брала денег. Я же сама работала. И тогда я поняла, блин. Keyin qilgansiz? Nechun опять работала. Yana ishga kirgansiz. Да. Так, buni qo'ramiz. Получается, siz yosh ona bo'lgansiz. Ну, siz merkalaringiz bo'yicha, endi planlaringiz bo'yicha 30 da ona bo'lmoqchisiz-ku. Да, yosh onaman, meni merkalarim bo'yicha, lekin реально yosh ona bo'lish намного лучше, оказывается, чем 30. Так что kim o'ylayotgan bo'lsa, tug'inglar, обязательно tug'inglar. Siz zo'r narsa. Erga tegayotgan bo'lsangiz. Я имею в виду, erga tegib
deb o'ylayotgan bo'lsanglar, plan qilayotgan bo'lsanglar, anaqa qilmanglar. Сомневаться qilmanglar. O'ylab o'tirmanglar-da. Da. Да. Ну, mana yosh onalarga sovetingiz. Baribir endi o'zingiz ham yosh ona hisoblanasiz-ku. Sovetim bu, bilasizmi, meni beremenniy paytimda hamma qo'rqitardi-da, boshim og'ritardi. Tipo, voy, tug'ish bu anaqa qiyin, o'lib tirilasan, bir nima, keyin bola tug'ilsa shunaqa qiynalasan, я не знаю что. Я всегда говорила, meni miyamda boshqa narsa. У меня красивая картинка, не порти мне его, derdim har doim. И действительно, hozirgi sovetim qanaqa beremennislikka, qanaqa materinstvoga qarasanglar, shunaqa bo'lib o'tib ketar ekan. Например, men tug'ganimni tushunganim yo'q. Tug'ib olganim, типа, я сказала, judayam, я сказала, типа, раз это роды, хоть 10 ta tug'ib beraman bunaqa deganman. Реально og'rimagan, hech nima bo'lmagan, menda judayam yengil o'tgan. Materinstvo undan ham zo'r. У меня нету никакого такого нервы, не нервы. Очень легко все. Ну, по вам видно, что вы этот... boshqalarga o'xshab, yo'q, to'xtab, men bugun bormayman, uyda o'tirishim kerak, bolam bor, mana shunaqa narsa yo'q ekan. Sizda я это поняла, я это заметила. Да. И мне кажется, это наоборот уважение самой себя как именно женщину. Не просто mana o'zim yaxshi ko'raman, а ты себя уважаешь. И все, у боля На самом деле, я не только себя, но и окружающих уважаю. Например, bugun bolam kasal, lekin все равно keldim. Bugun o'zim kasalman, lekin все равно keldim. Chunki уже договорилась, а это значит уже все, потому что люди ждут, это все запланировано. Я никогда не подвожу людей. И o'shaning uchun я всегда делегирую все. То есть я прошу нянечку посмотреть, если нету няни, то маму прошу. И как бы bola tug'ib, men o'zimni esimdan chiqarib qo'ymaganman, absolutно. Men o'zimni juda ham yaxshi ko'raman, bolamni ham yaxshi ko'raman. O'shaning uchun pытаюсь держать баланс и работу, конечно, балансирую. Kamila, Toshkentga siz tez-tez kelib turasizmi? Последний nima? Oxirgi paytlar juda ham ko'p kelib turyapman. Oldin вообще там 4 yilda bir marta, 6 yilda bir marta kelardim. Hozir хоть каждый год har yili kelaman. 3-4 marta kelishim mumkin, 2-3 marta kelishim mumkin. Смотря по настроению. Shunaqa. Toshkentga kelganingizda nima qilasiz? Bu yerda o'zi o'rtoqlaringiz bormi? Juda ko'p o'rtoqlarim bor. Dubayga qaraganda meni bu yerda o'rtoqlarim ko'proq. No, ular bilasizmi qanaqa kichkinaligimdagi o'rtoqlarim. Tipo, men yangi знакомство qilish yomon ko'raman. Я предпочитаю har doim yonimda o'sha kichkinaligimdagi odamlar yoki yaqin insonlarimni o'zimga yaqin anaqa qilib turaman. Yangi insonlar bilan unaqa знакомиться qilishim mumkin, но прям подальше от себя всегда, да. Всегда на расстоянии gapirishaman ular bilan. Mana Toshkentga kelganingizda birinchi bo'lib nima qilasiz? Zalga chiqaman. Zal. Dubayda chiqmaysizmi? Вот, кстати, Dubayda chiqmayman. Nimaga? Dubayda nyanechkam yo'q. Budga kelganimda nyank olaman. Dubayda qanaqadir ko'proq materinstvoga ketib qolaman men. Dubayda. Da, Dubayda. Ko'proq bolam bilan uyda o'tiraman, bolam bilan anaqa qilaman. Nimadirlar, faqat uyda o'tiraman. Bilmayman nimaga. Lekin Toshkentga kelsam ko'proq aktivniy bo'laman, chunki Toshkentda yaxshi nyanya topish menga osonroqmi bilmayman. Shu bir oyga kelsam, bir oyga nyanyachka olaman, Filippinga olaman. Keyin shu сразу zalga chiqaman. Shunaqa bo'lib qoldi, что men tug'dim. Где-то 3 oydan keyin Toshkentga keldim. Сразу zalga chiqdim и o'zimga kelib oldim. Но sizni formangiz hozir idealniy. Rahmat. Реально очень красиво. Men juda ham semirib ketgandim, chunki 70 kilo meni rostimga juda katta bo'lgan, qornim mana shundoq, o'zim kichkina bo'lganman. Juda ham qunib semirib ketganman, to'g'risini aytsam. И вот tug'ganimdan keyin 1 oy ichida yana o'zimni vesimga qaytib kelganman-da. Ну, типа, juda ham усилие bo'ldi bu narsa uchun. Men depressiya bo'lmadim bu narsaga. Нормально. И вот kelishim bilan Bifitga chiqaman. Bifitda padel o'ynayman, Bifitda zalga chiqib anaqa заниматься qilaman, trener olaman. И ko'proq o'rtoqlarim bilan ko'rishaman. Типа мероприятия всякие, там день рождения, bo'lsa день rождениеga, gap bo'lsa gapga. Gap. Уже узбекский anaqa bo'lib ketdi. Shunaqa. Men bu yerda более aktivniyroqman, nежели чем Dubayda. Chunki Dubayda o'rtoqlarim yo'q deyman. O'sha uchun. Shunaqa.
Bo'tga kelganingizda eng yoqtirgan такой restoraningiz qaysi biri? Наверное, bu kelganimda rosa Xorida ko'p o'tiribman. Наверное, bu hozircha Xori. Ikkinchisi qat'iyat bor. Даже bilmayman, ko'pincha Xorida o'tiraman, более спокойный joy и menga yoqadi. Вот скажем. Но вот в последнее время bitta joy topdim, Dуть degan. Трохинкалин oldida kalyanniy bilan nardosi bor ekan. Я очень люблю nardo играть. Вот kim o'ynasa окружающимdan ularni olaman deb ketdi nardo o'ynaymiz deb o'sha yerga olib boraman. Вот o'sha ko'p o'tiraman. Kuranты там и так далее. Bo'ldi. Вот все куда идут, там и я. Tуда и вы, да? Tanlamaysiz, получается, unaqa прям. Yo'q, tanlayman. Endi hamma joyga ham kesib qolmayman. Tanlayman, но я имею в виду все вот такие вот, ну, известные места я там. Типа Сыроварня, Kuranты, Xorия, Базилик. Mana shunaqa joylarda ko'proq o'tiraman. Да. Shunda so'ramoqchi такой bo'lgan savolim. Endi получается, ваш муж араб. Отда принято qaynona bilan yashash или нет? Да. Принято. У них тоже, да, есть такое, что qaynona bilan yashash kerak? Да, ну, это по-своему, ну, кто как решает. Biz ham 20 kun yashaganmiz, keyin erim ketdi degan. O'zlari ketdi deylar. No, menga qaynona qaynota bilan yashash yoqadi. Потому что meni qaynotam yaxshi. Juda ham вообще hech kimga aralashmaydi, hamma hurmat qiladi bir-birini. А что? Кто кому мешает? Все нормально. Типа, если, конечно, мешать qiladigan ota-onalar bo'lsa, которые urushtirib u yoq-bu, ну, конечно, отдельно жить стоит. Но если там вы все ahil bo'lib нормально yashayotgan bo'lsanglar, zo'r katta oila bo'lib yashash dahshat. Keyingi такой savolim, hamma qizlarni qiziqtiradigan, eng такой yoqtirgan brendingiz. Ой, наверное, это Dolce & Gabbana. Да, Dolce & Gabbana я очень люблю. И она Elizabeth Franki очень нравится мне. Ko'p kiyimlarim o'shda. Mass marketdan kiyinasizmi, kiymaysizmi? Kam juda. Maksimum Zara'dan nimadir, вот 10 yilda bir, наверное, вот Zara'dan yaqinda Xitoydaligimni oldim. Sportivka oldim. Yoqdi. Двойка такая очень хорошая. Nima o'tdi? Mass marketda gapirdimi? Mass marketda gapirdik. Xo'p, большинство случаев botda kiyinasizmi yoki Dubaydami? Chunki bilishimcha Dubayda qimmatroq относительно вообще, если даже сравнивать там с Европой и вообще с другими странами, но там выбор намного лучше и больше. To'g'risini aytsam, menga ko'proq vыбор Toshkentda yoqadi. И мне кажется, Toshkentda ham juda qimmat. Shunaqa deb o'ylayman. Mana necha marta podiumni kiyingan bo'lsam, наверное, 3 xonali kvartirani pulini tashlab ketganman. Lekin kolleksiyasi намного yaxshiroq deb o'ylayman bu yerda. Dubayda, da, Dubayda unaqa zo'r vыбор ko'ra olmayman, bilmayman nimaga. Lekin Dubayda ham olaman. No, Toshkentda kelganimda kamdan kam olsam ham, no hamma narsa olib ketaman. Shuning uchun 3 ta kvartira ketib qoladi. Bitta kirganda. Hamma narsani tayyor qilib olib ketar ekansiz. Da. Bu Toshkentda menga kolleksiyalar juda ham yoqadi. Podiumda. Xo'p, qaysi salonlarga borasiz? O'zbekchaga вот yaqinda bordim. Конечно, ценасы удивила меня, chunki $800 to'lab chiqdim O'zbekchada. Nima qildingiz? Sochimni kesdim, ukladka qildim. Ukladka, конечно, ko'p turmadi. И unaqa yoqtirmadim ukladkani, но sochimni yaxshi kesdim. Shunda получается, mana botli salonlarga borgansiz, Dubayda borgansiz, qaysi salonning servisi sizga ko'proq yoqadi? Botnikimi yoki o'tnikimi? Yo, yaxshi, типа, yo, yaxshi emas. Не тянет, да? Не, я имею в виду, Toshkentda ham zo'r qilishadi, но men из-за того, что уже Dubayda o'zimni masterlarimni topib olganim uchun уже 10-15 yildan beri bitta odamga boraman. O'shaning uchun to'g'risini aytsam, meni ko'plar qoniqtirmaydi. Вот mana Dubayda meni tirnog'im 1,5 oylab, 2 oylab turadigan narsa Toshkentda turmaydi, masalan. Hatto u masterim ham toshkentlik. No, просто Dubayda ishlaydi, masalan. Men bu yerda bunaqa master topmadim. Или там ресничками, ukrainka qiladi Dubayda, juda ham
yaxshi qiladi. Men bu yerda hali bunaqa resnichka ko'rmadim. To'g'risini Yaxshi qiladigan, no? Da. Mana salonda bitta kirishingizni 8 dollar shetib chiqibsiz. O'zi oyiga mana Toshkentga kelganingizda rasxodingiz приблизительно necha pulga tushadi? To'g'risini aytsam oyiga aytolmayman, chunki har doim har xil. Kuniga masalan примерно там maska даже kuniga emas, plus-minus qilib aytishim mumkin. Tam har kuni restoranga chiqaman. Bitta o'tirishim 200 dollar bo'ladi. 200 dollardan tashqari tam nyanchkam olsam, nyanchkaga tam 1200, 900 dollar mana shunaqa beraman. Oyiga. Oyiga da. Keyin inogda bывает o'zim arendaga uy olib chiqib ketishim ham mumkin. U ham 1800 bo'ladi. Вот. Keyin просто o'sha salon, palon, mana shunaqa narsa ketib qoladi. Mayda-chuyda narsalarga. Ну, наверное, oyiga 5-6 ming ketsa kerak minimum. Manda. Bo'tda. A Dubayda? Ну, для сравнения давайте. Dubayda juda ham ko'p ketadi manda. Dubayda oxirgi как раз reels olganimda 3 kunimni sanab yuruvdim. Я не помню, но где-то 70 ming dollar chiqib keldi. 3 kunga. Да. 70 ming dollar ketdi. No и то o'shanda shopping qilgan kunim bo'lgani uchun 70 ming chiqdi. Shopping bilan birga. Shoppingsiz bo'lsa, kamroq chiqadi, естественно. Вот, Kamila, siz baribir ham как bloger hisoblanasiz, to'g'rimi? Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda Instagram yoshlarga yaxshi влиять qilyaptimi yoki anaqa отрицательный? Endi kim qanaqa qarab ishlatishiga to'g'risini aytsam, потому что menga yaxshi. No ko'plarga bilaman yomon, chunki hamma o'ylaydiki, hammani hayoti Instagramda qanaqa bo'lsa shunaqa. No, на самом деле unaqa emas. Men ko'plarni bilaman, что hayotda umuman Instagramda ko'rsatgandagi mashinasi yo'q, boshqasi yo'q, unisi yo'q, bunisi yo'q. Biz har yaxshi tarafimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Instagramda butun hayotimizni baribir ko'rsatib bera olmaymiz. To'g'ri. Поэтому ko'p глупый insonlar, voy mana o'rtog'im Instagramda mana ko'rsatyapti, значит, men ham shunaqa xohlayapman, menda unaqa hayot yo'q. Sen bilmaysan, qanaqa situatsiyada bu bunaqa 1 sekundlik istoriyani qo'yyapti-da, masalan. Поэтому yo'q, Instagramni qanaqa qarasangiz shunaqa. Masalan, men Instagramdan ideya olaman, motivatsiya olaman. Menga bu informativniy narsa. Men lokatsiyalar qidiraman, men narsalar qidiraman u yerda. И men uchun bu platforma boshqalarni ham вдохновлять qiladigan narsa-da. Men narsalar снимать qilganimda для меня это как digital дневник типа. И я пытаюсь всегда туда оставлять какие-то свои красивые моменты типа. И от этого я других тоже вдохновляю. И o'sha narsa uchun men ishlataman. И я думаю, что agar har bitta inson aldanib qolmasdan to'g'ri maqsadda ishlatsa, bu yaxshi narsa deb o'ylayman. И hozir trendda bo'lib ketgan narsa o'zi Instagramda psixologlar chiqib aql o'rgatadiganlar bor. Yo, я ничего не имею против реально o'qigan psixologdan, у которых высшее образование, диплом. Но hozir очень много qizlar, которые bitta kurs o'tgan, и chiqib aql o'rgatadi. Bir xillari bor, yaxshi narsa o'rgatadi, lekin bir xillari, to'g'risini aytsam, ko'plarning hayotini buzyapti. Siz bu narsaga qanaqa qaraysiz? O'zi вообще psixologga borganmisiz, bormaganmisiz? Hayotimda psixologga bir marta borganman. Tushunmaganman o'zi nimaga o'tirayotganim o'tdi. Qanaqadir platniy ushi bo'lganman, uchun pul to'laganman. U meni eshitib, keyin oxirida "А почему у вас так?" degan menga. Sandan so'rayman, "Почему?" deb odam tushunmay qoladi. Nimaga men real tushunmadim. Nima uchun men unga nimadir aytib berganimni. Men 1 soat o'tirgan bo'lsam, 1 soat ichida вообще tushunmaganman. Для чего люди сюда приходят, для чего они рассказывают. Что там узнают, да? Вот vaqt o'tib men tushunib yetdimki, har bitta psixolog va har bitta inson o'zini opitidan kelib chiqib gapiradi. Типа men ham o'zim opitimdan kelib chiqib gapiraman. И это как? Не то чтобы men o'sha opitni o'tib zo'r o'tib ketganim uchun emas, вот у меня какой-то фейл был в жизни.
qanaqadir неудачный momentim borki, bu narsada meni opitim borki, men senga o'sha narsani qila olmaganim uchun senga aytyapman. Понимаете, о чем я? Типа hech qachon o'sha oldingizdagi o'tirgan psixolog o'sha hayotda zo'r yashamayotgan bo'lmaydi. Понимаете? Anaqa o'zida ham o'sha faillar bo'layotgan bo'ladi. O'sha решениясini o'zi qila olmaganini sizga aytayotgan bo'ladi. Lekin o'zi ham o'sha hayotda qila olmayotgan bo'ladi. Понимаете? Juda ham kam psixolog, который действительно zo'r hayotda yashayapti и boshqalarga ham o'sha narsani qanaqadir olib kelib bera oladi. Как-то может работать над тобой и привести тебя в изобилие, там какой-то miyizdagi qanaqadir travmalaringizni yechib berishi mumkin. Yo, lekin juda ham kam unaqa. Mana hozir travma dedingiz. Hozir trend bo'lib ketdi bu so'z ham. Yosh bolalar, kichkina bolalar yodlab olgan narsasi bu travma. Nima bo'lsa, сразу bo'ldi menda travma. Yoki maktabda nimadir bo'lib ketsa, u меня теперь travma. Mana shu narsani yodlab olgan. Bizning yoshligimizda bu narsa bo'lmagan. По сути, bizning yoshligimizda maktabda nimadir bo'lsa ham o'zimiz kalta yeb turib kelardik. То же самое было и с родителями, да? И hozirgi bolalar baribir ham travma bo'lib qoladi, mana shunaqa bo'lib qoladi. И ota-onalar ham hozir bu narsani тоже anaqa qilgani uchun qo'rqib qolgan. Bolam travma bo'lib qolmasin deb. Siz bu narsaga qanaqa qaraysiz? To'g'risini aytsam-chi, mana o'g'lim bor. Men как hozirgi современный mamashalardan emasman, to'g'risi. Сыночек, не делай. Вот это же слишком giperopeka unaqa yo'q menda. Men o'g'il bola katta qolma, o'g'il bolacha kattalar bilan gaplashganda travma. Men unaqa qilmayman dedingiz. Да, men unaqa qilmayman. Он мужчина, в конце концов, в будущем он будет мужчиной, и menga bunaqa слабый anaqa bo'lish kerak emas-da, u erkak kishi baribir. U как мужчина katta bo'lish kerak. Поэтому men o'zim travma nimaligini bilmayman. Типа, meni ham kaltaklashganman, ham yiqilganman, meni ham urishganman. Uglda ham turganman. Да, типа, у меня травм никаких нету, и bolamda ham bo'lmaydi. Bu to'qishadi bunaqa travma. Это просто сейчас тренд такой пошел. Даже не тренд, просто люди оправдывают свою лень травмой. Вот и все. Свои действия они оправдывают именно этим словом. Да. Согласна. Да, o'shaning uchun men bu narsaga ishonmayman. А siz mana o'g'lingiz katta bo'ldi. Ну, давайте так. В будущее давайте теперь посмотрим. Давайте. O'g'lingiz katta bo'ldi. Uylantirish payti keldi. Вы легко отпустите своего сына, потому что он все равно у вас первый сын, получается? Конечно. Endi qarang. Revность degan narsa. Mana bu erim emas, o'g'lim. Revnovать hech qachon qilmayman. U baxtli bo'lsa, men 3 razy буду, 10 раз буду счастливее, чем он. O'shaning uchun yo'q, bemalol. Я даже думаю, что 18-21 ga kirganida, он отдельно уже o'zini anaqasi bilan o'zini qayerda yashayotganini xohlab, o'zi qayerda ishlagisi kelsa, o'shda ishlab yuraveradi. У меня нет такого, bolamni подушка qilib oldimda o'tirib, yo'q, zачем? Mana будущийga qarasak, kim вы себя видите вот в будущем? Baribir ham endi hamma qizni o'zini anaqalar bo'ladi-ku, там orzunya, да? Я вижу себя такой же, типа я блогер, блогерман, любящая и любимая женщина своего любимого человека. И все. То есть просто hayotda maza qilib yashayman, bo'ldi. Hech narsani hozir o'zgartirmagan bo'lardingiz. Yo'q, конечно, себе я имею в виду. O'zimda yo'q. Но biznesdan u yoq qilish planda bor. По-любому в будущем какая-то там, наверное, у меня бизнес 100% будет, но o'zimda hech nima o'zgartirmayman deyman. Абсолютно. Mana orzuyingizdagi Kamila, yoshligingizdagi Kamila, orzudagi Kamila hozir bo'lganmi yoki чего-то не хватает? Yo'q, orzuyimdagi Kamila men hozir. Так есть, да? Men har doim shunaqa bo'laman deb mечтать qilganman. Hozir agar yoshligimdagi Kamila hozirgi holatim ko'rsa, vau degan bo'lardi deb o'ylayman. Juda ham гордиться qilgan bo'lardi. Вот. Единственное,
уже kichkinaligimdagi spokойный, mягкий qiz emasman. Единственное shu narsa. А так? Yo'q. Hamma narsa zo'r. Ну, как я вижу, вы очень добрый человек. Очень добрый, да. открытый. Бывали ли у вас предательство degan narsa bo'lganmi hayotingizda? Judayam. Из-за того, что man добрыйman, в какой-то степени oldin naivniy ham bo'lganman. Hamma odamni yaxshi, добрый deb o'ylardim. Yaxshi ko'rsam, прям полностью berilib yaxshi ko'rardim. Я всю себя давала. Ko'plar типа, пользовались деньгами мои, там, деньгами, добротой, всеми видами, как они могут просто в этом плане моей доброты они пользовались. Но keyinchalik уже ozgina katta bo'lganimdan keyin yetdi, что yo'q, ozgina hamma narsa balansda bo'lishi kerak ekan. Ham negativ ham ozgina bo'lishi kerak ekan, ham pozitiv ham bo'lishi kerak ekan. O'shaning uchun hozir я уже, как и сказала, не мягкая девочка, я все равно baribir qanaqadir острый ugollarim bor hozir. Да. Ну да, hammani hayotida baribir ham shunaqa narsa bo'lishi kerak, chunki hozir, чтобы выжить в этой жизни, мне кажется, baribir ham где-то нужно уметь вот так пройти, где-то обойти и так далее. Bizlarni pishirgan narsamiz tayyor bo'ldi. Ko'rsating. Да. Вот так вот. Очень красиво. Надеюсь, что это очень вкусно. Да. Давайте. Я очень голодная, так что я готова все это кушать. Yeb ko'ring. Yeb ko'ring. Да. Нормально? Tuzini tekshirmayman, faqat esimdan yo'qoldi. Bunga tuz solmaydi-ku? Tuz solish kerak? Yo'q. Я положила lekin. O'shaning uchun sal soленыйmi? Соленый, что ли? Чуть-чуть. Не, нормально. Bunga soldingizmi tuz? O'zi solmaydi-ku. Но вкусно. Конечно, Единственное, ozgina холодильникda turishi kerak, вообще zo'r. Muzlash kerak. Menga yoqadi muzda yeyish. Драники, которые она готовила, а я резала. Я не знаю, насколько они вкусные, вообще съедобно это или нет. Вкусно? Вкусно. Я первый раз готовлю драники. Очень вкусно. Да. Прикольно, да, вышло? Очень. Конечно, man soldim. Birinchi bo'lib eriz like qo'ysalar kerak. И kommentariy yozib qo'ysalar kerak. Shunaqa. Menga qilmagan narsalarni mana boshqalarga qilib yuribsan. Kelib Toshkentga. Да. Qaysidir studiyada pishiribdi bu qiz. Очень вкусно. Men o'tirib yeyman buni. Dars o'tiravering. Bu bizning birinchi sonimiz edi. Sizga kattakon rahmat. Kamila shunchalik ishonib kelganingizga. Я очень благодарна за это вам. Я тоже очень Bu bizning благодарна kichkina sizga podarkamiz. Shunaqa gullab yuring всегда. Вы очень красивая. Hayotingiz ham juda ham go'zal va har doim shunaqa go'zal, o'zingiz ham hayotingiz ham bo'lib yuring. Rahmat, sizni ham energetingiz juda ham yengil, Rahmat. pozitivniy inson ekansiz. Mazza qildim. Siz bilan draniki o'rgandim, kстати, bilmasdim. Так что вообще ko'p narsalar o'rganib ketyapman sizdan. Rahmat sizga kattakon. Познакомиться в жизни. Juda ham chiroyli ekanlar. To'g'risi, men Instagramda ko'rib havas qilib o'tirardim. Rahmat. Спасибо вам большое. Asla like qoldiringlar, kommentariy yozinglar va keyingi sonimizga kimni chaqirsa обязательно yozib qoldiringlar. Hammaga xayr.